Vaqt mashinasi 11-qism. Berlin 2023-yil, West End. Professor Torsten Kalkholz oldida bajarilishi o'ta murakkab bir vazifa turibdi. O'tmishdagi ilmiy tadqiqot ishini moliyalash. Institut buxgalteriyasi tadqiqot uchun zarur pulni dunyoning eng uzoq burchakka yetkazib bera oladi. Ammo 2023-yilgi fizika instituti buxgalteri ham o'tmishga pul yuborish degan gapni aytgan odamga aqldan ozgan deb qaraydi. Bo'sh qop tik turmasligi va kesmaguncha qon chiqmasligini Kalkholz yaxshi biladi. 1984-yilgi kompyuterni internet vositasida 2023-yildan turib masofaviy takomillashtirish mumkin. Ammo o'tmishdagi kompyuterni uzluksiz elektr toki bilan ta'minlash, sovutish va boshqa infratizimlarning teleportatsiya jarayonida bir maromda ishlashiga erishish, aytaylik 2023-yildan boradigan oddiy chivin uchun maxsus shisha kolba sotib olish muammo. Bularga pul kerak. Shu o'rinda 1984-yilgi Toshkentga vizit dasturining yana bir ishtirokchisini aytishga to'g'ri keladi. O'tmishni pul bilan qanday ta'minlashning eng samarali taklifi aynan shu partnyorga oid. Erik Eisenstein Amerika Qo'shma Shtatlarining New Mexico shtatidagi tadqiqot instituti xodimi bu taklifni ilgari surdi. Amerika Qo'shma Shtatlari 2023-yil. New Mexico shtati, Albuquerque tadqiqot markazi. Meksika shahridagi qumlar orasidagi Albuquerque shahri sirtdan qaraganda zerikarli va hayot deyarli yo'qday ko'rinadi. Ammo aynan bu shahar dunyo ilmining ko'rinmas poytaxtidir. Pentagon moliyalaydigan Albuquerque tadqiqot instituti xodimi Erik Eisenstein 1984-yil mart oyida Toshkentdan Isroilga, keyin esa Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelgan fizik olim Yusuf Kalantarovning maxfiylashtirilgan arxivi bilan tanishib chiqqandi. 2003-yil Amerika Qo'shma Shtatlarida olamdan o'tgan Kalantarov arxivi Markaziy razvedka boshqarmasi tarafidan olinib, maxfiylik tamg'asi bilan arxivlashtirilgandi. Bu arxivdan qisman foydalanish huquqini olgan Erik Eisenstein 1984-yili Toshkentni tark etgan olimning kundaligiga qiziqib qoldi. Yusuf Kalantarovning kundaligi. 1984-yil may, Avstriyaning Vena shahri. Mendan ko'ra xotinim va 2 qizim bu o'zgarishlardan sevinib yotishibdi. Hozir mana kapitalistik Vena shahridaman. Bemalol kola sotib olishim mumkin. Pivaning zo'ri ham shu yerda. Magazinda 20 xil kolbasa va pishloq. Men qashshoqlik, defitsit va navbatlar dunyosidan bir sakrab farovonlik, to'kinsochillik dunyosiga o'tgandim. Ammo qamoqda uzoq yashagan odam turma kamerasini sog'inganday, men ham o'z uyimni sog'inardim. Atigi bir hafta oldin men Toshkentning Novomoskovskaya ko'chasida yashardim. Hamidoljon metrosidan tushib, piyoda uyimga borardim. 3 qavatli g'ishtin uy. Yozda salqin, qishda issiqqina. Bir paytlar shoira Anna Ahmatova ham yashagan shu uyda. Esirni tark qilish orzusi doim ichimda bor edi. Bu orzuning birdan amalga oshgani meni shoshirib qo'ydi. Institut prorektori meni o'z kabinetiga chaqirdi. Kabinetga kirishim bilan prorektor gapni qisqa qilib, o'rtoq mayor siz bilan gaplashadi deb chiqib ketdi. Sariq soch, ko'k ko'z KGB mayori Konstantin Ivanovich Artyomov ancha xushmuomala edi. U hukumat tarafidan menga mamlakatdan chiqib ketish uchun izn berilganini aytdi. Men 3 kun ichida kvartira kalitini topshirishim zarur edi. Oldin Moskvaga, keyin esa Venaga uchishimni aytdi. Sizga bilet bron qilamiz. Albatta, one way ticket. Vatandan ketish bor, ammo qaytish yo'q. Darvoqe, sizning vatan haqidagi tushunchangiz farqli. Sizda tarixiy vatan degan tushuncha bor. 7 ota-bobongiz Esir hududida yashagan bo'lsa ham, umringizda ko'rmagan Isroilni vatan deb bilasiz. Mayli,
Davlatimiz bu tanlovingizni hurmat qiladi. Mayorning shaklan xushmuomala, mazmunan zaharxanda gaplaridan keyin bir necha hujjatga imzo chekdim. Men, xotinim va ikkala qizim uchun 120 kilo bagajga ruxsat berishdi. Bir umr yiqqan terganimni 4 ta chamadonga jo qilishim kerak edi. Moskvich mashinamni o'tgan yili sotgandim. Uydagi Raduga rangli televizorni xotinimning hamkasbi 200 so'mga oladigan bo'ldi. Bryusa degan xolodilnik bor edi. 1966-yili oluvdim ilk maoshimga. Uni 60 so'mga institutimiz shopiri Absamat olib ketdi. Uy huvilladi qoldi. Institut zavxoziga kalitni topshirdim. Taksi chaqirmadik. Absamatni o'zi aeroportga olib borib tashladi. Xayrlasharkan, aka, bizaga ham viza chaqirtirib bering kapstranlarga deb quloqimga shivirladi. Moskvadagi Domodedovo aeroportida chegaradan o'tdim. Rangi kaltakesakdek chegarachi menga nafrat bilan qarab, pasportimga taraq etib pechat urdi. O'sha taraq etgan sas hayotimning esirdagi qismiga nuqta kabi yangradi. Xotinim, qizlarim xursand. Men esa ilinj bilan orqaga qaradim. Nega qarayapsan? Bir narsani unutdingmi? Dedi xotinim. Yo'q, shunchaki, dedim talmovsirab. Birdan esimga tushdi. Kuxnyadagi dimoxod tepasidagi tirqishda yasharganim charm so'mka qolib ketibdi. Gangadagi magazindan olgandim bu so'mkani. Ustida qizil fil surati bor sariq charm so'mka. Orqaga yo'l yo'q. Unda xotinimdan yashirgan pul bor edi. 37 ming so'm. Volga olaman deb yurgandim. Yana 3 ming so'm qo'shsam, bozordan gaz 24 Volga berardi. Siz yozuvchi va rassom Shuhrat Bobojonning Vaqt mashinasi audio kitobi 11-qismini tingladingiz. Davomi bor.